Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan o'zim ishongan zona strategiyasi orqali savdo qilamiz. Men bitta zonaga, ya'ni 4611, 4616 zonaga $2000 risk qilyapman. Bu degani где-то 3-4 lot atrofida savdoga kirishim mumkin. Lot katta bo'lgani uchun bu hech qanaqa agressivni savdoga qo'sh qo'ymasliginglarni ta'kidlab o'tgan bo'lardim, chunki balansimiz dan 2% dan ham kamroq risk qilyapmiz. Shuning uchun hozir birinchi sell сделкамni ochaman. Zona strategiyasi orqali topilgan zona va bu zona bizda hozirda sell zona hisoblanadi. Sell zona va sell zonadan birinchi сделкамni ochdim. Yana ozgina teparoqga ko'tarilsa, yana ikkita sell qo'shishim mumkin. Bungacha endi birgalikda bozorni kuzatamiz. Hozirda bitta ochgan сделкамиz $200 dan oshiqroq daromadda turibdi. Iloji bo'lsa, bizga qizg'uroq bo'lardi. Narx teparoqgacha chiqib, menga yana 2-3 ta shotdan sell ochishga qo'yib berib va shu yoqdan pastga qarab tushsa, foydamiz ham ko'proq bo'lgan bo'lardi. Chunki hozir bir dona bir lot sell olganmiz. Daromadni men bu joydan kuzatib turishingiz mumkin. Hisobimiz bo'lsa Real, GTC brokerida, HUSD ETSN account. Ko'rishingiz mumkin, aynan bizani sell zonamizdan narx pastga qarab oqishni boshladi. Daromadimiz umumiy $600 dan oshiq, bu degani 60 pipsdan ko'proq harakat qilib berdi. Zona strategiyasi bo'yicha o'zi 50 pips o'rtacha tek profitni bosib bo'ladi. Hozir mana 750 pipsga yaqin harakat bo'ldi. Umumiy daromadimizni shu joyda ko'rib turishingiz mumkin. Yaxshi, video juda ham qisqa bo'ldi. Biz ham ko'p turib o'tirmadi. Уже 80 pipsga yaqin harakat bo'ldi. Bu yoqda tushunishingiz uchun bir lot savdoga kirildi degani kamida stop loss $400 bo'ldi degani. Ya'ni $400 risk qilindi desa ham bo'ladi. Mana shu bitimga. Kuzatamiz, iloji boricha ko'proq ushashga harakat qilamiz. Agar mabodo narx qaytib zonaga kiradigan bo'lsa, yana сделка qo'shishimiz mumkin. Obunachilar, savdoga kirgan joyimizdan 70 pipsga yaqin harakat. O'zi 50 pipsda yopsak ham bo'lardi. Hozir paka kutyapmiz ko'proq harakat bo'lishini. Chunki 3 minutdan keyin yangilik bor. Mana o'zingizlar ko'zingizlar bilan ham ko'rishingiz mumkin. Yangilikda zonalar o'zini qanaqa tutadi? Ya'ni zonalar yangilikda ham ishlash ehtimoli bormi yoki yo'q? Shu savolga javob olishingiz mumkin. Hozirda biz sell zonadan savdoga kirdik. Foydamiz bo'lsa $600 atrofida. Agar mabodo yangilik bayga chiqib, zonani ichiga kiradigan bo'lsa, men u yoqda yana sell qo'shishim mumkin. Ko'ramiz, kuzatamiz, qanaqa ahvol bo'ladi. Umumiy 830-850 pipsga yaqin harakat bo'ldi.
umumiy 96 pipsga yaqin harakat bo'ldi. Bozor selga qarab oqyapti. Yengilligi bo'lsa 2 daqiqa qoldi. O'zi to'g'ri qaror nima bo'lgan bo'lardi? Zelkani shu joyda yopib, yengil agar bay chiqadigan bo'lsa, o'sha bizani zonamizga borganida yana sel kirib olishimiz mumkinligi to'g'ri qaror bo'lgan bo'lardi. Bizda pastda bay zonalar ham bor. Hozir ko'ramiz, mana bay zonamizdan narx orqasiga qaytadi. $45.89 zona bor bizda. Va 45.83. Ko'rishlar mumkin, yengillikning birinchi impulsi selga bo'ldi, kichkina bo'lsa ham. Ko'ramiz, kuzatamiz. 100 pips harakat bo'lsa, yopish o'ylab ko'rsak bo'ladi. Atak strategiya bo'yicha narx doimo zonadan zonaga harakatlangan. Ya'ni bu zonaga kelib, bu zonadan bay ketadi. Jalki. Nimasi jalki? Biza umumiy 4 lot risk qilsak bo'lardi, shu zonada faqat bir dona 1 lot kirishga ulgurdik. Agar hozir 4 lot savdoga kirganimizda daromadimiz $4000 oshiq bo'lgan bo'lardi. Ko'rishlar mumkin, mana aynan savdoga kirgan joyimizdan pastga qarab 120 pipsdan oshiqroq harakat bo'ldi. Bu shunchaki zona strategiyasi. Buni endi yopsak bo'ladi 100 pipsdan oshiq harakatda. Сделкamiz yopildi, $1000 daromadda. Qisqacha qilib aytganda, zona strategiyasi shunaqa ishlaydi. Endi hozir mana pastiga bay zonamizga narx kelyapti. Salvoqli olib qo'ydik. Narsani ham boshqarishni bilish kerak. Pastiga bay zonamizga narx kelyapti 83-89. Bu zonaga ham 3 lot risk qilsak bo'ladi. Ya'ni shu zonaga kelganda 3 lot savdoga kirishim mumkin bo'ladi. Kutamiz. Shu zonaga keladigan bo'lsa, savdoga kiraman. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Agar shunaqa realniy savdo qilishimni ko'proq ko'rish xohlasanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana xuddi shu savdo qilish sistemamni sizlarga yoritib borishim qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga qiziq ko'rsating deb yozsanglar, shunga o'xshash videolarni yana ham ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Bundan tashqari darsliklar va savdo g'oyalari Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanaliga ham pastda silkasi turibdi. Обязательно подписка bosib qo'yinglar.